Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda yana o'sha Boburbekman dalisi. Dalisi Boburbek bizga juda tuxurim kelgan. Ushbu videoda biz turnir o'ynaymiz. Ana mening hozirgi turishi. Men Fransiyani tanladim va men hozircha 3 marta yutdim va turnirda qizil kartani ochib, uni qilishimiz kerak. Men ham bitta life hack bilaman. O'sha yordamida Arda bilan Vilinni tushirdim. Endi Husanni tushirishim kerak. Husanni yoki Robesni yoki Faleh. O'shalardan bittasini tushirishim kerak. Biz mening klansimga ham qo'shilib qo'shishingizni iltimos qilardim. O'zi bu hafta ochdim. Kechgacha mana birovni yozib qo'ydim. 1 soatga, 2 soatga, 2 soatdan keyin afsuski parol ketadi. Xo'sh, birinchi o'ynashimiz qani? Go. Bismillahir-rohmanir-rohim. Xo'sh, kimni o'chirar ekan? Menga endi aytmoqchimiz Ispaniya. Xo'sh, level 15. Men xo'sh videoni 90-daqiqada yoqaman. Xo'sh, mana yutib oldim ham. Men yutmadim, chiqib ketdi. Xo'sh, reklama ko'rib olgandan keyin videoni yoqaman. Xo'sh, mana reklama ham ko'rib bo'ldim. Xo'sh, eng oson yo'li mana shu, hamma biladi. Xo'sh, mana mening o'zimning akkauntim. Bizga Trolesman Silva ketdi. Kamavinga. Men shuni bir oz sotib berdim Kamavinga. Xo'sh, Husafni ham biroz kuchaytirganman. Mana hozircha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta kuracha tushirganman. Arda Güler eng oxirida men life hack sinamasini bosdim. Narsa onana tushdi. Xo'sh, bu yerda ham ozroq qoldi. 8 soatdan keyin yana bitta qizilda olishim aniq. Bu yerni hozir turnirdan Husanni tushirib olishim 100 ga 100 taxminan. Yana bilmadim, life hack yoki ishlab qoldi. Yana bilmadim. Xo'sh, shuncha vaqt sizlaring. Просто reklama ko'rdim. Men stadionda faqat tangaga futbolchi emas, stadionni kuchaytirmoqchiman. Lekin mappa kelib qolsa, mappani olib beraman. Kim ko'rish kerak ekan? Keyin o'shanaga Chelsea yaxshim kerak, Real Madrid yoki Barsa formasini. Mayli, bismillahir-rohmanir-rohim. O'zim necha marta yutish kerak ham bilmayman ham. Lekin haligacha 3-raundda olgan. U Fransiya. Yoki tursining qaraylik. Hozir yoki yutqazaman yoki yutaman. Menga o'chib turibman vaqtingizda olish. Hammaga internet emas, Wi-Fi dan xatolik bo'lgan afsuski. Mana qochib o'tishini ko'rishingiz mumkin. Aytaylik, nima qilaman? Chiqib ketaman. Xo'sh, o'zi qancha bo'lib qo'ydi u? Hatto chiqishga vaqtim yetmayapti. Shuncha yutganmi? Nima? Yop. 3 ta jonimdan ham bittasi ham ketmadi-ku. Nega? Oxir men shuncha harakat qilgandim. Isakmaga ham qalisam. Afsus, shuncha qilganim. Mayli, kafetda tushirmaymiz. Xo'sh, afsuski endi nima qilamiz? Sizlarga bir sirni aytaman. O'zi hamma bilsa kerak. Qizil futbolchilardan kuchaytirib bo'lmaydi degan sababi qizil onlar ketgandan keyin, kartali futbolchilar ketgandan keyin Dalisining o'zi bizga qanday qilib bo'lsa ham kuchaytirib beriladi hamma. Bitta ikkitasi lekin 85 yoki 86 bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni oxirgacha kuchaymay qolishi mumkin.
lekin bitta keyin ham ana shu birinchidagi 8 tasi, mana 4 ta tepa, 4 ta pastdagi. O'shaning hammasi 6 ta 100 chiqadi. O'shaning uchun 8 tasida bittalarni tushirib olishni maslahat beraman. Sizlarga qaysi xohlagan futbolchingizni tushirishga lifehack. Xo'sh, qizil kartochka masalan kimni tushirmoqchisiz? Faqat ikkita tushirish, ikkitasini bittasini tanlashingiz mumkin. Masalan, Falex bilan masalan Husan tushirmoqchisiz. O'sha ikkalasini ham birinchi qaysi birini ko'proq sizga tushirmoqchi bo'lsangiz, birinchi tushirmoqchi bo'lmagan futbolchingizni ustiga 3 marta bosib chiqing va keyin esa Husanov. Oxirida keyin Husanov 3 marta ustiga bosib shuni qiling va keyin to'g'ri infoga kiring, bitta bosing va natijada esa Husanov. Xo'sh, u lifehackni hali hech kim bilmaydi deb umid qilaman, lekin tushish ehtimoli aniq. Chunki men Elanga, Arda Güler va Williams o'shani hammasini shu lifehack orqali tushirdim. Afsuski, negadir Husanovni tushirishga kallamga kelmadi. Endi hozircha mana shu qizildan Husanovni tushirish niyatim bor. Lekin Husanovni tushirishim aniq deb menimcha o'ylayman. Xo'sh, videoga like va obuna bo'lishni iltimos qilaman. Mana shu qizilni olishim kerak 8 soatdagi. Afsuski 8 soat. Shuncha sezon pas afsuski pulim yo'q olishga. Xo'sh, mayli, video sizlarga yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishingizni iltimos qilaman va klassimga ham qo'shiling. Juda ham aniq biz birga ketishimiz aniq bo'ladi. Agar ko'pchilik kirsa, men o'zim 500 mingtadan ko'p yig'ib beraman. Bemalol, agar ko'pchilik kirsa, videoga like va obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr. Xo'p.